Dubayda bir hafta maza qilib dam olish necha pulga tushadi? Birinchi xarajatim bilet va mehmonxona bo'ldi. Bir hafta uchun $1000. Agar Dubayda ko'proq joylarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta mashina olishingiz shart. Biz o'zimizga yillik mashinasini oldik. Bir kun uchun $500. 5 kishi $100 to'ladik. Keyin esa orada oddiy mashina oldik va 6 kunga $50 to'ladik. Ovqatlanishga taxminan kuniga $30 ketdi. Palmadagi Skyview 54-etajga chiqdik. Narxi $30. Keyin esa savdo so'tadigan mashina oldik. Har bir kishiga $70 tushdi. Va bundan tashqari har kuni Dubaydagi eng chiroyli joylarga bordik. Bu uchun taxminan $400 ketdi. Keyin esa sevgi daraxtiga bordik. Hamma sevgani ismini yozsa, men esa sevganim bo'lmagani uchun onam so'zini yozib keldim. Va bu safar aynan onam bilan kelishni niyat qildim. Bu vaqt oralig'ida jarimaga tushishga ham ulgurdik va bunga $30 to'ladik. Shu bilan sayohatimiz tugab, uydagilarga sovg'a salom oldim va bunga $300 ketdi. Umumiy hisobda bir haftalik sayohatim $2500 ga aylandi.